Haqiqiy romantika turmush o'rtog'ini yoki ayolini asta qo'llarini siqib turib, boringizga shukur, boringga shukur, yaxshiyam sen borsan, yaxshiyam yonimda siz borsiz, yonimda sen borsan deb qo'yishlikdadir. Haqiqiy romantika ayoli taom pishirib kelib dasturxonga tortganda, mashalloh, juda ham go'zal shirin taom bo'pti, qo'llaring dard ko'rmasin deb tashakkur aytib qo'yishlikdadir. Haqiqiy romantika taomni yegandan keyin, voy juda ham shirin taom bo'pti. Qornim to'ydi-yu, lekin taomni mazaligidan nafsim to'ymayapti, ko'zim to'ymayapti. Yana yegim kelyapti-yu, ammo oshiqchasi zarar bo'lib qoladi deb qo'yishlikdadir. Haqiqiy romantika turmush o'rtog'i ko'chadan biron narsa ko'tarib kelsa, uni boshi uzra ko'tarib, rahmat dadasi, yaxshiyam siz borsiz. Ilohim baxtimizga tinch bo'ling. Boringizga shukur, siz bo'lmasangiz nima qilardik deb arkigan narsasi uchun albatta tashakkur aytib qo'yishlikdadir.